Assalamu alaykum qadirli savatdaşlar. Farabi dersxonasiga xush keldinglar. Bugun hozirgi zamon Uyg'ur tili darsimizning 21 darsini o'tamiz. 21 darsimiz kishi ismlari va leksika haqida. Bu darsimizda kishi ismlari ilmi va kishi ismlari va leksikaning munosabati shundaqla Uyg'ur kishi ismlari haqida to'xtalib o'tamiz. Bu darsimiz hozirgi zamon Uyg'ur tili leksikologiya qismining eng oxirgi darsi va keyingi soatdan boshlab grammatika darsimizga boshlaymiz. Bu saatlik dersimizi başlaştığım burun, ötken saatlik dersimizin ahırda sorup ötken tövendeki iki sualımızga kıskaca cevap verip ötümüz. Birinci, etimologiyanın tədqiqat obyektini kıskaca düşendirin. Bunun cevabı etimologiya tildeki konkret sözlerin keliş mənbəsi, tarixi, sözün fonetiklik şekli oturduğu münasibetler ve türlük özgürüşlerini nokta kılıp tədqiq kılıdı. Etimologiya ma'lum bir tilning o'ziga xos so'zlarini emas, balki mazkur tilga boshqa tillardan kirib o'zlashgan so'zlarni o'zining muhim tadqiqot obyekti qiladi. İkinci sualımızda ismingizning etimologiyasini tushuntirib baqalamsiz deb ekanmiz. Buningga hammanglar o'zining ismining etimologiyasini tushuntirib bo'ldi. Men bu savolga o'z ismimning etimologiyasini qisqacha tushuntirib o'tdim. Mehray degan ism mehr va ay sözünün qo'shilishidan shakllangan bir ism va mehr yoki mehri degan so'z farschadan uyg'ur tiliga kirib o'zlashgan bir so'z. Mehr degan so'zning ma'nosi kun, ya'ni quyosh bilan munosabatlik, sevgi, muhabbat, qalb va azod degandek ma'nolarga ega va ay degan so'z uyg'urcha so'z bo'lib, yer sharini aylanadigan sayyora, ayga o'xshash degan ma'nolarda. Bu ism Uyg'ur kishi ismlari qomusida mehribon qiz deb izohlangan. Uyg'ur kishi ismlarida bu ismning boshqa qo'yish shakllari bor. Masalan, Mehrigul, Mehrixon, Mehribon, Mehrinisa, Mehriqiz, Mehrima, Mehribonu, Mehribuvi, Mehribar, Mehrixinim, Mehrizat, Mehriziya, Mehrulla, Mehrigiya, Mehrinur va Mehriya qatorliq bu shaklda qo'yildi ekan. Sizmi shunga o'xshash ismingizni bo'laklarga bo'lib, etimologiyasini tushuntirib chiqsangiz bo'ladi. Endi bu saatlik dersimiz gelsek, kişi isimleri ve leksika haqida to'xtalib o'tamiz degan to'q. Undaqda avval ism degan nima degan savolga javob berib o'tsak, ism kishilik munosabat jarayonida kishilarni bir-biridan farqlantirish uchun qo'llaniladigan ro'shan davr aloyidligi va milliy aloyidligiga ijtimoiy vosita. Mundaqcha qilib aytganda, kishi ismlari amaliyotda bir insonni ikkinchi bir insondan farqlantirish zaruriyatidan tug'ilgan nom va belgi bo'lib, u kishilik hayotda xususan ijtimoiy aloqada kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim rolga ega. İnsanlar özleriga xos bo'lgan yuksak eng bilan boshqa maxluqlardan farqlanadigan bo'lg'achqa, kishi ismlarida shu yuksak ong aks ettirib turdi. Ya'ni bir inson tug'ilgandala ota-onalar tabiiy holda o'zlarining go'zal armonlari, tilaklari va umidlarini ifoda qiladigan so'z va atalg'i bilan o'z farzandlariga ism qo'ydi. Masalan, Alim, Köreş, Şatgül, Baxtiyor, Aynisa degandek ismlarni qo'ydi. İsim qilib qo'llaniladigan so'zlarning xoslashish nuqtasini olganda, dunyodagi nurg'un millatlarning kishi ismlari qilib qo'llaniladigan so'zlar uzoq mezgillik iste'mol jarayonida shu millat tilining kundalik iste'molida odatdagi nutq maqollarda ishlatilmaydigan, faqat kishi ismlarida ishlatiladigan xos so'zlarga aylanib qoladigan o'rtaq ahvolmi mavjud. Uningdan boshqa kishi ismlari uchun ishlatiladigan so'zlarning o'zimi erlar va ayollarning ayrim bo'lib, asosan xoslashib qoladi. Kishi ismlari qilib ishlatiladigan so'zlarning o'ziga o'xshash bo'lsa-mu, ularga muayyan qo'shimchalarni qo'shish orqali er-ayol ismlari farqlantirildi. Buningga Uyg'ur kishi ismlaridagi tuvandagi ismlarni misolga olsak, Tursun, Tursungul, Hushur, Hushurxon, Qurban, Qurbonnisa, Azod, Azodgul degandek tuvandagi ismlarni misolga olsak, erlarning va ayollarning ismlariga muayyan qo'shimchalarni qo'shish orqali er-ayollarning ismlari bir-biridan farqlantirildi. Yana ba'zi millatlarda erlar va ayollarning ismlari er-ayollikni bildiradigan jins qo'shimchasi orqali farqlanadi. Masalan, arablarda ayollarning ismlari umuman ayollik jins qo'shimchasi a'ning qo'shilishi orqali erlarning ismidan farqlanib turdi. Masalan, erlarning ismlari va ayollarning ismlarini ko'rib chiqsak, erlarning ismlarida Kamil bo'lsa, ayollarning ismlarida Kamila,
Erlərinin ismlərdə Adil bolsa ayollarning ismi kelganda Adile, Xalid bolsa Xalidə, Helim bolsa Halime şeklinde er ayollarning ismlari bir-biridan farqlantirildi. Kişi isimleri hakkında to'xtalib o'tdik. Endi kişi isimleri ilmi haqida to'xtalib o'tsak, kişi isimlarining meydana kelish, taraqqiy qilish va amaliy iste'mol jarayonidagi qo'llanish qonuniyatlarini, shuningdek kişi isimlarining qurilma alohidligi, ma'nosi, uning ijtimoiy turmushda o'ynaydigan roli qatorliqlarni tadqiq qiladigan fan kişi isimleri ilmi deyiladi. Kişi isimleri muayyen söz ve söz birikmelerinden terkip topadi. Şuna kişi isimleri to'g'risidagi tadqiqot muqarrar holda leksikologiyalik tadqiqot orqali natija berdi. Mushu ma'nodan aytib aytganda kişi isimleri tadqiqoti leksik tadqiqotidan iborat. Shunga kişi isimleri leksikologiya qismiga kirgizilgan. Endi kişi isimleri tadqiqoti bilan leksikaning munosabatini ko'rib chiqsak, birinchi kişi isimleri qilib ishlatilgan so'zlarning qurilma shakli ustida tahlil yurgizish. Leksikologiya so'zlarning qurilma shaklini tahlil qilib, so'zlarni tüp söz, yasalma söz, birikkan söz, cüp söz, qisqartılma söz, qatma söz degandek turlarga ayiradi. İsimshunoslik tadqiqotimi leksikologiyaning oshxil tahlil qilish usuli orqali kişi isimlerinin korunması üstüde inçik tahlil yürütüdü. Uygur kişi isimlerinin korunması özgü has alaylık ege. Uygur kişi isimlerde tüp sözlük isimler yani Nur, Güzel degendeki isimler. Yasal isimler, Turgun, Nursiman degendeki isimler. Tağdaş birikimlik isimler, Aycemal, Gülnur degendeki isimler. Biqindilik birikimlik isimler, Nuri Muhammed, Yari Muhammed degendeki isimler. Bir terkiplik isimler, Muhammed Adil degendeki isimler. Qo'sh terkiplik isimler mesela Muhammed Niyaz, To'xta Niyaz degendeki isimler. Hatta köp terkiplik isimler mesela Muhammed Tursunbaqi, Elin Niyazili qatarlıq bu şekildeki isimler var. Bundan başka Uygur kişi isimlerinin türlük sorunlarda muayyen his duygu bilen atab işletilgan erkiletme şekli ve sertleme şekli şundaqla bununla masalda qo'shimchalarımı barlıq kelgan. Uygur kişi isimlerde yana erlerinin isimleri bilen ayollar isimleri asasen farqlanadi. Bazı isimler cins ayırmayı ortak qo'yiladi, ama isim tuzilishi o'xshamaydi. Mesela Nur degan isim erlarga ve ayollarga qo'yiladi, ama bu isim erlarga qo'yilganda Nurtay, Nuraxun, Nurjan degan shakllarda qo'yilsa, ayollarga qo'yilganda bo'lsa Nurqiz, Nurgül, Nurxan, Nurnisa, Nurgüzel şekilde qo'yiladi. İkinci, kişi isimlariga semantiklik tahlil yurgizish. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, har qanday bir kishi ismining o'ziga xos muayyan ma'nosi bo'ladi. Kishi ismlari ustida semantiklik tahlil yurgizish deganimiz ma'lum bir millatning kishi ismlarida shu odamlarning ismi qilib ishlatilayotgan so'zlarning ma'no doirasini yoritib berishni ko'rsatadi. Buni texnik aniq tushuntirsak, dunyodagi har qaysi millatlarning e'tiqodi, turmush odati va sharoiti qatorliq jihatlarda o'zgacha farqlar bo'lg'achqa, ularning dunyoqarashi va dunyodagi turli shaylarga bo'lgan tushunchalarida muayyan farq bo'ladi. Bu xil farqlar ular ishlatgan yoki ishlatilayotgan kishi ismlarida o'z ifodasini topadi. Masalan, yayloqlarda mol chorva beqishni asosliq turmush faoliyat qilgan qozoq millatining kishi ismlarida Tay degan ismlar uchraydi. Bundan boshqa Beg degan ismlarmi intayin ko'p uchraydi. Uyg'urlarda qizlarning ismiga Ay, Gül, Xan, erlarning ismlariga Jon qo'shilgan ismlarmi intayin ko'p uchraydi. Uchinchi, kishi ismlari qilib ishlatilgan so'zlar ustida etimologiyalik izlanish. Kishi ismlari qilib ishlatilgan so'zlarning kelish manbasi murakkab bo'ladi. Bularning ichida shu tilli xalqning hammasiga tushunishli bo'lgan so'zlardan boshqa yana butunlay iste'moldan qolgan qadimgi so'zlar, iste'moldan qilish yuzlangan tarixiy so'zlar, boshqa millat tillaridan kirgan so'zlarmi bor. Shunga kishi ismlari tarkibidagi bir qism so'zlarning ma'nosini aniqlash va izohlash oldi bilan shu so'zlarning etimologiyasini sharhlash orqali hal bo'ladi. Masalan, Hamid, Hamid, Hamid qatorliq ismlarning hammasi Hamid degan arabchadan kelgan ismdan o'zgargan. Bu xil ismlar faqatla to'g'ri bo'lgan etimologiya tadqiqot orqali hal bo'ladi.
Endi Uyg'ur kishi ismlari haqida to'xtalib o'tsak, birinchisi Uyg'urlarda ad qo'yish odati. Har qanday bir millatning kishi ismlari shu millatning o'ziga xos madaniyat kategoriyasiga kiradi. Shundaqla u amaliyotda shu millatning umumiy madaniyat qurilmasining har qaysi tarixiy davrlarni muayyan alaylik bilan aks ettirib beradigan aynak hisoblanadi. Chunki uningda shu millatning tarixdagi diniy e'tiqodi, o'ziga xos urf-odati, dunyoqarashi, axloq o'lchami, turmush falsafasi qatorliqlarni namoyon qiladigan konkret mazmunlar jonliq ifodalanib turdi. Masalan, Uyg'urlar o'z tarixida shaman dini, mani dini, Budda dini va islom dini qatorliq dinlarga e'tiqod qilgan va mazkur dinlar bosh bo'lgan madaniy hayotning har qaysi taraflari bilan uchrashgan. Bu sababdan biz Uyg'ur kishi ismlarining umumiy ahvolini tekshirib, tadqiq qilib qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur kishi ismlarida ashxil turli dinlar, ular shakllantirgan diniy aqida va turmush qarashlarining o'ziga xos bo'lgan davr alayliklarini gavdlantirganligini bayqay olamiz. Ve bunun asasen Uygur kişi isimlerinin alaylıklarını görüp çıksak, Uygur kişi isimlerinin alaylıkları tüvendikidek buldu. Birincisi devir alaylığı. Uygurlardaki kişi isimleri şu isimler barlık gelgen tarihi devirlerge asasen tüvendikidek 3 basqıç bölünüdü. Birinci, İslamiyet'in burunqi Uygur kişi isimleri. Bu Uygurlar İslam dinine e'tiqod qilishdan burunqi zamanlarda umumyüzlük qo'llanilgan kişi isimlerini ko'rsatdi. Bu davrda barliq kelgan ismlar mundaq alayliklarga ega. Birinchi, qadimki turk tilining so'zligiga xos so'zlar kishi ismlarining asos qilingan. Masalan, Ko'ltekin, Arslan, Tash, Tömür, Bilge, Qag'on degandek ismlar. İkinci, qadimki tabiat e'tiqodi va totem e'tiqodi asosida ism qo'yish. Masalan, kun, kun tug'di, ay to'ldi, yulduz, dengiz, ko'k, put, böke degandek ismlar. Üçüncü, isim qo'yilg'uchining kelgusida botur, irodalik, qaysar, jasoratli bo'lishiga tilakdoshlik bildirish yuzidan shu xil xususiyatli narsalarga o'xshatib ism qo'yish. Masalan, Chintömür, Qilich, Lachin, Qaplan, Bug'ra, Alp, Tunga degandek ismlar. To'rtinchi, ism qo'yilg'uchining kelgusida yaxshi xuluqliq, go'zal tabiatlik, chiroyli bo'lishiga tilakdoshlik bildirish yuzidan shu xil xususiyatli narsalarga o'xshatib ism qo'yish. Masalan, chechak ya'ni chechak, ariq ya'ni pokiz, yitloq ya'ni xushpuroq, silik, muloyim degandek ismlar qo'yilgan. Beshinchi, bola tug'ilgan mezgilda ko'zga chiliqqan va alohida e'tiborga erishgan narsalarni xotirlash yuzidan shu narsalarning ismini qo'yish. Masalan, daryo, oltin, toy, kumush, palto degandek ismlar. Bu xil odatlar hozirgacha ba'zi turkiy millatlarda saqlanib kelyotidi. Endi ikkinchisiga kelsak, ikkinchi İslamiyet'in keyingi Uyg'ur kishi ismlari. Bu Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilgandan keyingi zamonlarda umumyuzlik qo'llanilgan kishi ismlarini ko'rsatdi. Bu davrdagi kishi ismlari Uyg'urlarning islomiyatdan burunqi ism qo'yish odatidan butunlay chetnab ketgan bo'lmasdan, balki qadimki ism qo'yish an'anasi asosida texmi ko'p xillikqa qarab taraqqiy qilgan. Bu davrda barliq kelgan ismlar mundaq alayliklarga ega. Birinchi, islom diniga e'tiqod qilishdan ilgari barliq kelgan ismlar yanala tüp isimlik rolünü yo'qotmagan. Masalan, Tug', Tug'luq, O'g'uz, O'g'uzxon, Ayxon, Turan, Tarxon degandek ismlar. Ikkinchi, Uyg'ur tiliga xos ismlarga boshqa tillardan kirgan ismlarni qo'shib ism qo'yish odati shakllangan bo'libmi, arab va fors tillaridan kirgan ismlar. Masalan, Tursun Muhammad, Xudoberdi, Mahinur, Mihray degandek ismlar. Uchinchi, Arab fors tillaridan qabul qilingan Uyg'ur kishi ismlari Uyg'ur tilining fonetiklik qoida-qonuniyatlariga bo'ysundirilmay aynan qo'llanilgan. Masalan, Fatima, Fazil, Salih, Kerim, Davlat, Jaffar, Abdulhakim, Sayfuddin degandek ismlar. To'rtinchi, bu davrdagi Uyg'ur kishi ismlarida Arab an'anasi bo'yicha kishilarning o'z ismi bilan ota-bobolarining ismining o'rtasiga ibn yoki bin so'z qo'shib ishlatilgan. Masalan, Muhammad ibn Husayn ibn Muhammad yoki
Mahmud bini, Hüseyin bini, Muhammed degandek isimlar. Şimdi üçüncüsü gelsek, üçüncüsü hazırkı zaman Uygur kişi isimleri. Bu Uygurlarning 20. asrning 30. yillardan keyin qo'llanib kelayotgan ismlarni ko'rsatadi. Bu davrda barliq kelgan ismlar tuvandagidek alayliklarga ega. Birinchi, bu davrdagi ismlar qadimki sap Uyg'urcha kishi ismlariga varislik qilish bilan birga arab tilidan kirgan ismlarning shaklini o'zgartib, Uyg'ur tilining fonetiklik qoidasiga uyg'unlashtirilgan. Masalan, Selim degan ism Selim degan shaklda, Karim degan ism Kerim yoki Kerem degan shaklda, Celil degan ism Celil degan shaklda, Cemal degan ism Jamal degan shaklda, Farida degan ism Farida degan shaklda, Mustafa degan ism Mustafa degan ism shaklda qo'llanilgan. İkincisi devir o'yiga xos yangi ismlar barliq kelgan. Masalan, Uchqun, O'rkash, Yolqin, Azod, Kurash, Madaniyat degandek ismlar. Uchinchi, Uyg'ur kishi ismlari ixchamliqqa va ma'na jihatdan aniq bo'lishi qarab tuzlangan. Endi Uyg'ur kishi isimlarining ikkinchi alaylik kelsak, yerlik alaylik. Yerlik alaylik deganimizda umum jihatdan har qaysi rayonlardagi Uyg'ur kishi isimlari davr alayligi, jins alayligi, qurilma alayligi, ma'na alayligi va til tavallik qatorliq jihatlarda o'rtaqlikqa ega bo'lsa-mu, lekin ba'zi jihatlarda o'zgachilikka ega bo'ladi. Bu o'zgachilikni tuvandagi ikki tur orqali ko'rsatib berishga bo'ladi. Ya'ni bular yerlik alaylikka kiradi. Birinchi, har qaysi joylarda o'rtaq qo'llaniladigan kishi ismlarining oldi yoki keyniga ba'zi til tarkiblari yoki ba'zi qo'shimchalar qo'shiladi. Masalan, Xotanda Muhammad degan ismning qisqartirmasi matni qo'shib ishlatish umumlashgan. Masalan, Matrozi, Matqosim, Mattursun, Matniyaz qatorliqlar. Oltishda va Qashqarda erlarning ismlarining oxiriga hoji so'zini, Kuchada bo'lsa, erlarning ismlariga qari so'zini qo'shib ishlatish umumlashgan. Buningdan boshqa ayollarning ismiga kelsak, ayollarning ismining oxiriga Qashqar rayonida Xinim, Qumul rayonida ismlarning oxiriga Ay, ba'zi rayonlarda bo'lsa, ayollarning ismlarining oxiriga Buvi yoki Xon degan ismlarni qo'yib ishlatish umumlashgan. Bularning hammasi yerlik alaylikka kiradi. İkinci, bir qism kishi ismlari ba'zi rayonlarda boshqa rayonlarga qaraganda nisbatan ko'p qo'llanildi. Yuqorqilardan boshqa Uyg'ur kishi ismlari jins alayligi, qurilma alayligi, ma'na alayligi va til tavalligi jihatlardami o'zgacha alayligi bo'ladi. Bulardan jins alayligi va qurilma alayligini darsimizning beshida tushuntirib o'tdik. Bu yerdagi ma'na alayligi asosan ismlarning, ya'ni so'zlarning ma'na alayligini ko'rsatadi. Til tavalligi deganimizda ismlarning, ya'ni so'zlarning etimologiyasini ko'rsatadi. Üçüncü, hazırkı zaman Uygur kişi isimlerdeki yüzleniş. Uygur kişi isimlerdeki hazırkı yüzlenişte yeni zaman medeniyetinin Uygurlarının eniga ve gündelik turmuşuq bolgan təsirinin çoğun quruluşuğa erişip, Uygurlarının kişi isim sistemimizde yeni özgürüşler yüz vermekte, bazı isimler istibaldan qalmaqda, uzun isimlerinin yerini kıska ve ixcham bolgan isimler almaqda. Bundan başqa az bir qism chet tillardan shu payt qabul qilingan tushuniksiz ismlarni hisobga olmaganda asosan tushunishlik va sipoyi ismlar ko'plab qo'yilmoqda. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvanlik savolni sizlarga so'rab o'tamiz. Uyg'ur kishi ismlari davr alaylik bo'yicha qaysi turlarga ayriladi? Bu savolimizning javobini YouTube videomizning ostidagi bağ qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan yozib avasanglar bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimiz ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.